O'zimizning yaqin insonlar ham, ko'p mijozlarimiz ham shikoyat bildirishyapti. Sababi, mana shunaqa changli havoda chang tozalaydigan apparatlarning narxi nimaga 2 barobar, 3 barobar narxini oshirib sotyapsizlar? Bu bizga bog'liq emas. Bu ishlab chiqaruvchi ko'p dillerlar narxini 2 barobar, 3 barobar qimmat qilib qo'yishgan. Shu sababli sotuvchilar ham majbur bo'lyapti, ozgina foydasini qo'yib qimmatga sotishga. Biza bo'lsa qo'limizdan kelgancha narx-navoni arzon qilishga harakat qilamiz. O'shancha ozmasligiga bitta zo'r apparatni ko'rsataman. Pulmonologlar tavsiya qiladi. Mana shu apparatimizni, xudo xolasa 65 kvadratgacha mo'ljallangan. Buni nomi очиститель moyka воздуха deyiladi. 3tasi birda. Увлажнитель, очиститель, ventilator. 360 gradusgacha xonadagi havoni aylantirib namlab beradi. 65 kvadratgacha yetadi. Buni ichiga 5 litr suv solib ishlatsa ham bo'ladi. Yevropa standartlari asosida chiqarilgan, naqd 15 oy garantiya beriladi. Aqua filtrlarini ham ko'ryapsizlarmi? Mana shunaqa qalangina bo'ladi. Maksimum degan joygacha ham suv solinadi. Maksimumga suv to'lgandan keyin filtrni qo'yamiz va ishlatishni boshlaymiz. Apparatni yoqqandan keyin ko'rib turibsizlar, xonani gradusini belgilaydi, ventilator tezligini bilishingiz mumkin. Namligini ham o'lchaydi. Aynan shunaqa apparatlarni shunaqa changli havolarda firmalarning o'zi ham qimmat sotayotgan bir paytda bozorlarda $250 dan $350 gacha sotilayotgan bu apparatni bizning kanal obunachilari uchun 1.199.000 so'mdan qilib beraman. Pastda raqamlar yozilgan, bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Rahmat hammaga.